Qalaysiz? Yaxshimisiz? Dada, iPhone 7 oldingizmi? Ha, qarang. Xotingiz telefon qilib aytib chiqarib yubordi-da. Bitta bemor amakingiz berib yubordi sizga. Sizga o'xshagan bola ko'rish xohlayapti, o'shaning uchun berib yubordi sizga. Nima qilasiz endi? Bilmayman, manaqa bola ko'rish shekilli. Manaqa bola ko'rsa shu manaqa bilim ham chiqsin-da. Bo'pti, pulni nima qilasiz? Pulimga qo'shaman, saqlayman. Malades. Kirib ketavering, hozir kiraman. Endi nima deydi, hammada har xil, lekin o'sha depozit qilishni o'rgatamiz bolaga. Menimcha aka endi pulingiz to'g'ri joyga bordi degan ma'noda qildim bu narsani. Chestniy bo'ldi. Xotinga telefon qilib aytdim, kelishimni oldin chiqarib yubordi. Avvalambor Alloh hammamizga shirin farzandlar bersin va fahm farosatligidan bersin. Sog' bo'ling, salomat bo'ling. Haligi nima deydi? Yosh bola baribir bilmaydi deb, baribir o'ziga narsa olib beraman deb turib, o'zim ishlatib yorganim ham yo'q. Siz bergan ehson o'zlariga berdim, topshirdim, bu omonat. Qisqa qilib aytganda, kerak bo'lsa o'g'lim men bir kunlik topadigan pulimdan ko'ra yaxshi pul topdi. Ko'p pul berildi. Endi ehson sifatida bo'lsa ham. Lekin asosiysi halollik. Hozir aytmoqchi bo'lganim, o'sha o'g'limga ham o'sha qo'pol qilib aytganda halollikdan bersin. Bizga ham o'sha halollikdan bersin. Alloh o'zi adashtirmasin. Sog' salomat bo'linglar. Bu pulni mabodo tushunmaganlar bo'lsa, bizni bitta klientimiz o'sha o'g'lingizga berasiz, havas qildik deb bergani uchun mana omonat olib kelib topshirdim o'ziga. Chestniy ko'rinishda bo'lganini syomka qildim. Sog' salomat bo'linglar.